Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda biz kuzatib borayotgan akalar ukalar, mana hozir bizga katta nagruzka bilan zavodlarda ishlaydigan motorimiz keldi. Hozir teskari qo'yib qo'yganman bu yerga. Mana bu qulog'i sinib ketgan. Mana bu quloq sinib ketgan. Hozir shu quloqni chiroyli qilib yamaymiz. Buni kamida necha yil bo'lyapti? 3 yil oldin yamagandik. 3 yil oldin yamagandik. Ozgina shogirdlarni, yangi shogirdlar kelgan hisobiga, shu buni ishlatayotgan akamizni shogirdlar yangi kelgan hisobiga buni bilmagan. Regulatsiyani qanday qilishda yana sindirib olgan. Hozir shuni chiroyli qilib yamaymiz.